Qancha paypoq kiysangiz ham oyoqlaringiz doimo sovuq qotadimi? Ba'zida oyoqlar sovuq qotishi shunchaki qo'shimcha issiqlik kerakligini anglatsa-da, bu holatni doimo kuzatilishi jiddiyroq muammoni belgisi bo'lishi ham mumkin. Qon aylanishidagi buzilishlar, yurak kasalliklari, qalqonsimon bez kasalliklari kabi autoimmun kasalliklar va asab tizimi muammolari oyoqlarni sovuq qotishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar oyoqlaringiz hatto ob-havo yaxshi bo'lganda ham sovuq qotsa, tanangiz qandaydir muammo haqida sizga signal berayotgan bo'lishi mumkin. Shunday holatda nima qilish kerak? Issiq paypoq kiying, oyoqlaringizni tepaga ko'tarib turing, yetarlicha suyuqlik iching, to'g'ri ovqatlaning va muntazam jismoniy mashqlar bajaring. Agar tamaki mahsulotlarini iste'mol qilsangiz, chekishni tashlash qon aylanish va umumiy salomatligingizni tubdan yaxshilaydi. Ammo shunda ham oyoqlaringiz sovuq qotishda davom etsa va noqulaylik tug'dirsa, albatta shifokorga murojaat qilishingiz lozim. Oddiy tekshiruvlar qon aylanishidagi buzilishlar, autoimmun kasalliklari yoki kamqonlik bor yoki yo'qligini aniqlashi mumkin. Sababini erta aniqlash keyinchalik kelib chiqishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolarni oldini oladi. Med 36 uchun sizlar bilan doktor Said Kamilovich.